Chiroyli gul buyurtma bermoqchi edim. Yo, o'tgan safardagi bo'lmasin. Ha, Mr. Xdan deb yozing. Mana, biz kutgan kun ham keldi. Menga turmushga... Hozir kiraman. To'ydan keyin Instagramga kirmaysan. Telegramingni ham o'chirib tashlaysan. Va Facebookda ham umuman seni ko'rmayman. Va to'y bo'lmaydi. To'ydim soxta kulishidan, tirnoq prikulashidan, blogerman deb Instagram, TikTokka selfie video olishidan, sochlarini bo'yashidan, bittaman deb o'ylashidan, ovozim Munisanikidan ham zo'r deb o'ylab kuylashidan. To'xta, iltimos to'xtang. Bunisi menga bitta like bosib bering. Bo'ldi deb hadingdan oshma, tabiiy chiroyingdan qochma. Oh no. Akkauntini yopib qo'y, yoki bo'lmaydi hech qanday to'y. Oh no. Bor ana, oyijoningdan so'ra, labi shirib qosh chizganmi laqara. Bor ana, oyijoningdan so'ra, ovqatni rasmga olganmi qara. Torshimlarni doda ku deydi, fitness alni moda ku deydi. Yillab qo'lida kitob ushlamasdan yana aqlim joyida ku deydi. To'dirdi mana bu afsonalar, gap o'rgatadigan dugonalar. Nazorat qilmasam mana laqma, yemaydimi aytgin begonalar. Bor ana, oyijoningdan so'ra, labi shirib qosh chizganmi laqara. Bor ana, oyijoningdan so'ra, ovqatni rasmga olganmi qara. Qizlarim, shu yerda ham rasmga tushasizlarmi? Mana ko'rib turganinglardek, bugun ham Mr. X menga gul yuboribdilar. To'g'risi kutmagandim. Rahmat, juda ham xursand bo'ldim.